Jiguli da endi bu. Motor Jiguli motor. Ha, o'chirib qo'ying. Yaxshi so'ragan ekanmi, bermadingiz. Endi to'g'ri qarachat bo'lgan. Qimmatga turibdi sizga. Bunda o'ylab qarasangiz balanga turibdi, lekin narxlar tushdi-da. Bunga ham bu yigit ham to'ppa-to'g'ri aytibdi-da. Rossiya sevib minishadi buni. Hali ham bor minuvchilar Rossiya. O'zimizga sal qiyinroq, unda tortmaydi. Biz endi tushunish qiyin. Ham bu Jiguli motor bu. Motor Jiguli motor, bunda Samara motorlar bo'ladi-ku, undan qolmas ekanda. Endi VAZ 21 da bu. VAZ 21 shuning uchun ham Jiguli motor turibdi. Buni zo'r so'ragan ekan, agar 22 million bozor so'ragan bo'lsa. Bundan bir 2 bozor olib chiqib ko'rgan. Bozordan. Hazillashib so'ramadimi? Chin-chinak so'radimi? 22 sani bermadi. Qo'lni ushlab savdo qildimi? Malades, siz nima bermadingiz? 22 bo'lmadi. Xarajat ancha bo'lganda. Ya, bilaman. Bundayda to'g'ri. Bunday narsa bor. Ismingiz nima berib kelingda? Men birovni moliya egalik qila olmayman. Qo'limdan kelgancha faqat savdomni qilaman. Mulk sizniki. 1 so'mga berasizmi, 10 so'mga berasizmi? Men bir tilanib ko'radigan odam. Lekin majbur emassiz. Bir narsani to'g'ri tushuntirib ketaman. Mashina yomon mashinaga o'xshamadi. Chunki stoykalari bus-butun, yaxshi turibdi. Ichlari ham yaxshi turibdi. Holat jihatlaman zo'r turibdi. Lekin narx jihatlaman baland pulga bermabsiz. Holati bilan yaxshi so'rashgan ekan. Oddiy mana qarang. 2010-yil 1.6 Nexia 2 18 millionga akamniki aytdi, hech kim chiqib olmadi. 18 millionga Nexia 2 2010. Bitta yuring. Mayda chuyda qilmayman. Beraman desanglar 15 million berib qolaman. VAZ 21 bu. Chista Jiguli motor. Naqd pulga bersangiz 15 millionga olaman. Bitta orqasini ham oching, orqasidan ko'ring, bagaj qismi. Qisqasi qarang, mayda chuyda yuring qilmaylik, mayli. Instagramga ham qo'yib beraman. Buni ham qidirib yurganlar bor. Bir savobda bu ham. Sizdan pul kerak emas. 3 ga yaqin yurgan. Endi buni bir sepiladi, mana bu sepilgan tulab qoladi, mana shunday rangi yomon-da. Sepmagan faqat tomiga sepganda. Ya bayqa sepadi endi. Ha, sepadi, bir kimasiga qilib. Endi bu hozir misol asijitga o'tmasa ham, suyak butun ekan, tashqi tomoni bir sirama sepilgan bu mashina. Bo'lmasa bunday chopga turmaydi. Orqasi ham blombas bilan turibdi, oldi ham blombas bilan turibdi. Yaxshi bo'ladi. Qisqasi 20 milliondan undan pastga bermaysiz siz. Men gaplashganni foydasi yo'q. Ha, bo'lsa 20 million undan pastga to'g'ri kelmaydi. Mayli, aka pullaringiz kerak emas. Men bir yaxshilik qilaman sizlarga. Chunki bu mashinani men ola olmadim, xo'p, menga bermadi. 15 million so'rayapman, bermayapsiz. Lekin kimgadir balkim 20 millionga ham qidirib yurgan bordir shuni. Bir savobda aka, savobli amal ko'p bo'lsin. Hamma narsani pulga tiqilavermaydi-ku. Endi hamma xudo deydi, sotuvchi ham, oluvchi ham. Bitta narsa, agar 15 million pul bo'ladigan bo'lsa, men o'zimga qolsin, mayli olaman. Biroq olsa, olmasa men sanayman 15 million. Qisqasi 20 dan kamay bermaysiz siz. Instagram qo'yib bering. Mayli aka. Men hamma mashinani qo'ya olmayman Instagramga, buni qo'yib beraman. Chunki buni qiziquvchisi bo'ladi-da. Xo'p, akalar ko'ringlar 2008 VAZ 21 15 deydi buni. 15 ga, ha. Endi to'shnisini aytaylik. VAZ 21 15 deydi. Qisqasi 3 kurik yurgan, kraska usti tomoni aslijit baribir bo'lgan, lekin zo'r turibdi, ichiga o'tmagan. Arqa detal radni, krila radni ekan, o'sha uchun ham mutni bo'lib qolgan. Mana sepilgan joylari mana yaltillab turibdi-da o'zi. Akalar ichimizga oluvchi bormi? Jiglovskiy motor deydi buni lekin. Endi ko'p kishi motorga chalg'ib qolmasin. Espera motormi, buni motor turi ko'p-da. Lekin zo'r yuriydi. Buzilmasa buzilmaydi, buzilsa hech kim sarishta qila olmaydi. Shunday mashin. To'g'risi-da, bilganim shu-da. Buzilsa eplash qiyin, lekin buzilmasa hali bularga buzilmaydi bu. Mana shunday tarafi bor. Chunki bu bilan Moskvaga qatnab yurgan ballarni ham bilaman-da. Buzilmaydi deydi. Lekin shunday ballarni bilaman, 3 kilometr vokzalga chiqib kela olmayapsan, men buzilib zabal qildi deydi. Buzilsa to'g'ri bo'lmaydi, to'g'ri bo'lsa buzilmaydi. Shunday mashin. Telefon nomeringiz nechida? 91lik 073 60 62 52. Instagramdan telefon qilsa, yaxshi muomala qilib turasiz, xo'p faqat. Mang, sotinglar.